Salom. Loyiha aloqada System Group Markets. Kompaniya haqida umumiy ma'lumotlardan boshlaylik. Keling, har bir ko'rsatkichni biroz batafsilroq ko'rib chiqaylik. Agar kerak bo'lsa, uni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Kompaniyaning barcha ko'rsatkichlarini batafsilroq o'rganishingiz mumkin. Biz siz bilan kompaniyaning joriy fundamental ko'rsatkichlarini tahlil qilamiz. Inspire Medical Systems Int. INSP. Ushbu sharh 2025 yil 28 iyun holatidagi ma'lumotlardan foydalangan holda yaratilgan. Tasnifiga ko'ra Guru Markets kompaniya Inspire Medical Systems pastki toifaga kiradi. Therapeutic Medical Equipment baholashda 43 ta kompaniya ishtirok etmoqda. Qabul qilingan qarorlarni video oxirida ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqilayotgan kompaniya uchun umumiy ball quyidagicha: 10 balldan 8 ball. Pastki kategoriya bo'yicha o'rtacha natija 2-5 ballni tashkil qiladi. Agar siz juda keng ko'rib chiqsangiz, butun AQSh fond bozori doirasida. Biz butun fond bozori uchun o'rtacha ball 1-8 ball ekanligini ko'rishimiz mumkin. Kompaniya uchun 8 ballga qarshi Inspire Medical Systems Int. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini solishtirish Inspire Medical Systems va kichik toifadagi kompaniyalar. Ko'rishimiz mumkinki, so'nggi 12 oy ichida kompaniya aksiyalari Inspire Medical Systems Int -5% ga o'zgarishni ko'rsatdi. 2% kichik toifadagi narxlarning o'zgarishiga qarshi. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi Inspire Medical Systems Int 3.9 milliard dollarni tashkil etadi. Va pastki toifaning bozor kapitallashuvi 66 milliard dollarni tashkil etadi. Kompaniyaning balans qiymati 63 milliard. Kichik toifadagi balans kapitallashuvi esa 9 milliard. Fond birjasi va balans kapitallashuvining aksiyalarini taqqoslab, biz quyidagilarni ko'ramiz. Egallagan ulush Inspire Medical Systems kichik toifadagi fond bozori kapitallashuvini baholashda 5.882% ni tashkil etadi. Balans qiymati 7.191% ni tashkil etadi. Kichik toifadagi bozor va balans qiymatidagi tashkilot ulushini baholash: yaxshi, 1 ball. Kompaniyaning qarzlari 3.2 milliard. Balans qiymatiga bo'lgan qarz kompaniya kapitalining 5% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning moliyaviy majburiyatlari darajasini baholash: juda yaxshi, 2 ball. Kompaniyaning bozor qiymatining daromadga nisbati 58.7 ni tashkil qiladi. Tort 125, 2 kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich bilan. Kichik toifadagi tashkilotlar bilan solishtirganda kompaniyaning fond bozori qiymatining foyda nisbati bahosi juda yaxshi, 2 ball. So'nggi 12 oydagi foyda 66 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun kelajakdagi daromad 95 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Prognozli kelajakdagi foyda ko'rsatkichini kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda baholash: yaxshi, 5 ball. Kompaniya qiymatining daromadga nisbati 6 ni tashkil qiladi. Pastki kategoriya uchun o'rtacha 5-6 ni tashkil qiladi. Kompaniyaning qimmatli qog'ozlar bozori qiymatining daromadga nisbatini kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash: yaxshi, 5 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 840 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun prognoz daromadi 1.9 million dollarni tashkil etadi. Kutilayotgan kelajakdagi daromadlar ko'rsatkichlarini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash: yaxshi, 5 ball. Savdo marjasi 7.9% ni tashkil etadi. Kichik toifa uchun o'rtacha 1.3% ni tashkil qiladi. Kichik kategoriya ko'rsatkichlari bilan solishtirganda sotish rentabelligini baholash: yaxshi, 5 ball. Kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha kompaniyaning ulushi 3.854% ni tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuv ulushidan 53% ga kam.
Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan kapital miqdori $3,164,000 tashkil etadi. Va kichik toifa uchun $2,053,000. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan bozor kapitalini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash, otish mumkin. Ball. Kompaniyaning har bir xodimga to'g'ri keladigan foydasi $53,000 tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha $8,000. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan solishtirganda bir xodimga to'g'ri keladigan foydani baholash, yaxshi, 5 ball. Tashkilotning har bir xodimga to'g'ri keladigan daromadi $674,000 tashkil qiladi. Kichik turkumda $369,000. Kichik toifadagi kompaniyalarga nisbatan bir xodimga to'g'ri keladigan daromad, yaxshi, 5 ball. Qisqa ulushlar 12-3% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 9% ga nisbatan. Texnik ko'rsatkich 4 kompaniya uchun 43% darajasini ko'rsatadi. Inspire Medical Systems Int. Pastki kategoriyada esa S darajasi 53% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning hozirgi aksiyalarining bahosi $132 atrofida. Kompaniya aksiyalari uchun konsensus bahosi taxminan $218 ni tashkil qiladi. Keling, siz uchun mavjud bo'lgan buyurtmalar jadvalini ko'rib chiqaylik. Unga havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali baholash ma'lumotlari va ma'lumotnomalar tizimi tomonidan ma'lum bir mavsumda ilgari qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish mutlaqo bepul va ochiq, bog'langan izohdagi havola. Kompaniya aksiyalarini baholash natijasida Inspire Medical Systems axborot tizimi Guru Markets qaror qabul qilinadi. $132.41 ga ko'tarilgan ochiq buyurtma. Bitim kompaniyaning yetarlicha yuqori reytingga ega bo'lganligi sababli ochildi. Tashkilotga hokimning indeksli baholash usuli bo'yicha baho berildi. Take Profit 178.57 etib belgilangan. Stop Loss 86.25 darajasida belgilangan. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa. Keyin bitim 2025 yil 28 iyuldagi savdo sessiyasi yakunida avtomatik tarzda yopiladi. Yoki ushbu sanadan oldingi oxirgi ish kunida. Ticker Purchase sotish uchun balans buyurtmasidir. Balans shartnomasi bo'yicha video ushbu kanalda bo'ladi yoki allaqachon e'lon qilingan. Har qanday buyurtmani yopishda asosiy yoki balanslash. Ikkinchi buyurtma haqiqiy narxda yopiladi. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va yordam tizimidan foydalanganingiz uchun katta rahmat. Guru Markets.